Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar. Bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra narxlari qanaqa bo'lyapti, gastnitsa masofalari, oraliq masofalari hamda taomlari qanday bo'lyapti, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni jo'natib qo'ying. Biz videomizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Madinada gastnitsalarimiz 400 yulduzli gastnitsa, oraliq masofasi 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi. Makkadagi gastnitsamiz ham 4 yulduzli gastnitsa, oraliq masofasi 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi azizlar. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Avtobuslarda ham bemalol borsangiz bo'ladi azizlar. Madinadagi gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpazlari tomonidan tayyorlanadi azizlar. Makkada gastnitsamizda 3 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpazlari tomonidan pishirilib olib kelinadi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda sayohatlarimiz va ziyoratlarimiz bo'ladigan bo'lsa azizlar, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Undan tashqari Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol kirilsa bo'ladi. Haftada 2 mahal ishlaydi. Agar ochiq bo'lsa, bemalol kirilsa bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati ham bor azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, har hafta reyslarimiz bor. Haftani har seshanba Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Xo'p, 14 kunlik safar ichida sizni aeroportda kutib olib, malakali, tajribali ellikboshlarimiz hamrohligida barcha qonun qoidalari, qayerga olib borishlar, sayohatlar, ziyoratlar barchasini malakali, tajribali ellikboshlarimiz o'zlari amalga oshirishadi azizlar. Xo'p, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa biz bilan azizlar, agar uzoqroqda bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol ofisimizga kelib, Centrum rasmiy kassalariga naqd so'mda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Bundan tashqari azizlar, bizni firmamiz tomonidan boradigan bo'lsangiz, bizni firmamizdan beriladigan bejik beriladi azizlar. Sumka beriladi, kamzilcha beriladi, bo'yinbog' beriladi, avtobuslarda taqiladigan. Bularning barchasi agarda Toshkent aeroportida boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agar Farg'ona aeroportida boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Bundan tashqari azizlar, hozir mavzuda eng qiziqarli joyiga keldik azizlar. To'lovlarini aytib o'tsam, to'lovlari Toshkent-Jidda yo'nalishli reysimizning to'lovlarini $1025 qilib qo'ydik. Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimizning to'lovini esa $1050 qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Bu aytib o'tgan paketimiz standart plus paket hisoblanadi azizlar. Agarda bugungi video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.